bo'lyapti ekanda. Shamolda lak sepish sal qiyinroq. Rasxot ham ko'payadi, ham yaxshi tegmay qoladi-da. Mana qarang, tillarang haqiqatan chiroyli-da. Shamol to'xtasa, bugun bo'lmasa ertaga lak uriladi. Laklanib inshaalloh keyin joyiga qo'yiladi mana. Ajoyib chiqdi-da. Qanday chiqdi rangi? Zo'r. Ana shunday do'stlar. Kamera bitta tekshirib chiqaverdim, orqadan chala qolar ekanda. Hammasini oldin qatib o'tdi. Shunday. Ko'zni chalg'itadi-da. Mana shunday rang berildi-da. Ajoyib. Alloh rozi bo'lsin shu masjidimizga. Kim qanday yordam qilayotgan bo'lsa, mablag' tomonidan, xizmatidan rahmat deb qolamiz.